Yo'q, endi aka sanlamsa-da. Kallamga qo'yib tashlaydi. Oldingizmi aka? Endi kiryapsizmi? Ha. Nima deysiz, Ahror aka? Xo'sh, assalomu alaykum hammaga. Jizzax Osiyo chorva mol qo'y bozoridan yana videolarda davom ettiramiz. Bugungi sanamiz xo'sh 8-iyun 2025-yil. Voy, akalar, ukalar, opalar, singillar hammani hayit ayyom bilan tabriklaymiz. Mana bu qachon bo'ladi deb so'raganlar, chistosiga qaranglar, qaysi so'rang deb shu kuni syomka bo'lgan bo'ladi. Ya'ni Jizzaxda faqat Jizzax shahrida har yakshanba kuni chorva bozori bo'ladi. Bu tarafda mollar, bu tarafda qo'ylar. Ikkala tarafdan ham video bo'ladi. O'tgan safar birinchi bularni chiqargandik, endi birinchi qo'ylarni chiqaramiz. Sababi o'tgan hafta bilan bu haftani bir qani solishtirib ko'rasizlar, xudo xolasa. Biz boshlaymiz. Sizlar bekor o'tirmaysizlar, bitta like chana bosasizlar, biz davom etamiz. Xo'sh, boshladik akalar. Ananaga buni ena bolalardan ko'rsatamiz ki, mana bunaqa maydashadan so'ragan akalar bor, ha? Vodiydan akalar bor so'rayotgan. Ko'p akalar yozishyapti, mana shunaqa maydalardan ko'rsatib. Bu maydalardan обязательно bo'ladi. Hozir birinchi o'rin ona bolalardan ko'rsatamiz, ona bolalardan keyin pramo akalar shekka qaytamiz. Boshladik. Bismillah deb biz videolarni boshladik. Sizlar bekor o'tirmaysizlar, bitta like bosasizlar. Aka, ig'zaymi bolalari? Ha, yakka-yakkami? Endi keldingizmi? Nima so'rayapsiz bularga? Assalomu alaykum. Birinchi videonizdan qildik, xudo xolasa. 20 milliondan. 20 milliondan. Bu nechinchi tug'ishi bo'ladi? Birinchi bolasi. Bolalar novvoschami? Bittasi novvoschcha. Bittasi novvoschcha, bittasi urg'ochi. 20 million. So'raganingiz. Bo'ldi. Buniki novvoschcha, buniki urg'ochi. Qancha deyapsiz buni? 20 million. Barakallohu. Ha, shunday deb aytingda. Ya akam endi keldi-da. Akam endi keldilar. Xo'sh, mana undan davom etamiz. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi akam? Savollaringiz yaxshimi? Nima bo'ldi? Ena bola nechta pul qilishdi? 20 qildi. 20 million qildi. Voy. Nechta tug'ishi buni? Birinchi. Bolasi nima? Bolasi 10-chi. Bolasi 10-chi. 20 million qilib bermadingizmi? Voy. Ha, hali tish olmadi. Qancha suti bor taxmin? 10 litr suti. 10 litr. Voy, zo'r-ku. Bolasiga qancha bo'ldi? Bir 2 oy qoldimi yo 1 oy bo'ldimi? 10 kun 15 kun bo'lib qoldi. Ha, bo'ldi. Barakasini bersin. Charchamang. Voy, akalar, birinchi narxi o'zidan shuncha qimmat. Assalomu alaykum, akalar, hormanglar. Aka, assalomu alaykum. Nechinchi tug'ishi? Ikkinchi bolasi. Ikkinchisi nima ekan bolasi? Urg'ochi. Onasiga o'xshagan jonasiga. Onasiga o'xshagan. Yashang. Suti bormi ekan? Suti 10 litr suti bor. 10 litrgacha bor, xudo xolasa. Necha pul qilishdi? 20 million 300 qilyapti. 20 million 300. Ha, 25 ta kamga bermayman lekin. Assalomu alaykum. Narxi juda qimmat. O'zacha yaxshimisiz? Narxi sal ko'tarilgan cho'ta. Bildingizmi? Sirazi bilan makicha haytdan keyin. Ha, endi. Voy. 20 millionga bermadingiz. Yo'q, 20 million 300 ga. 300 ga ham bermadingiz. 300 ga ham bor ustida. Bo'ldi. Qanchaga? Barakasini bersin. 20 million 300 ga. Barakasini bersin. Kecha narxdan o'ladan keyin bugungi narxdan oshib ketib qancha? Sirazi bilindi. Ana akam endi kelayotganiga 20 million deganlariga voy dudimman. Voy, ana sizga. Bolasi novvoschcha akalar. Ha, bu keyingi molimiz. Assalomu alaykum. Amaki yaxshimisiz? Aka, assalomu alaykum. Nechinchi tug'ishi? 6-chi. 6-chi. Qanchasi bor? 10 ta. 10 ta. Bolasi novvoschcha. Qancha bilmayaptilar aka? 22 ga yo'q deyapti. 22 ga. Ha, barakasini bersin. Olaykomdan so'zgondan. Barakasini bersin, rahmat. Akalar, qiynamaymiz. 22 ga ishtilaring. 6-chi tug'ishi. Bolasi novvoschcha. Voy. Qaysi biri? Qaysi akam savdo qilyapti? Do'ppichali ham akam yo'q, ana kipkali akalarmi? Olsilar turganlarmi? Ha, qaysi mollar ular? Yonda turganlarmi? Mana bittasini oq, narigi sariq, ha, ushlab turgan sariq. Ha, bo'ldi. Hozir gaplashamiz, rahmat. Assalomu alaykum, akam o'rmi? Yaxshimisiz? Nimani savdosi bo'lyapti? Mana uchtasi 50 millionga deyilami? 51,5 millionga. Qaysi aka? 1 Yerda
Uchinchisi qaysi? Shunisi bu yerda, ha? Ha, uchinchisi bu yerda. Ya. Xafa bo'linglar, olmayman, video olmayman aka. Qarang aka, nechinchi tug'ishi bu? Ikkinchisi. Bolasini ovozchami? Bolasini ovozchi. Qolganlarki nima? Uchoyimni ovozchi, ha? Nechinchi tug'ish qolganlar? Birinchi, ikkinchi. 51,5 millionmi? 51,5. Akalar 3 ta bolasini navosi bilan. Barakasini beraversin. Barakasini beraversin, mayli. Aka, assalomu alaykum. Molni video qilsak bo'ladimi? Charchamadingiz? Bolasi qaysi bir aka? Bolasi o'rada. Ha, yerdan o'rtada. Nima, urg'ochi, qizcha? Urg'ochi. Nechinchi tug'ishi buni? Uchinchisi. Nechta pul qildi? Xalfos keldi. Endi keldingiz. Nechta so'rayapsiz? 23 deyapsiz. Bozor 23 kam bor, ha? Barakasini bersin. Ana bolasi. Bu kimdan, akajon? Bu ham bizdan. Bu ham sizdan. Buni nechta deyapsiz? Buni 21 deyapsiz. 21. Bolasi nima ekan buni? Urg'ochi. Urg'ochi. Xo'sh, bolasi urg'ochi. Nechinchi tug'ishi? Birinchi tug'ishi. Barakasini bersin. Charchamang. Voy, bugun bozor qimmat. Aka, assalomu alaykum. Nechinchi tug'ishi buni? Ha? Nechinchi tug'ishi? Uchinchi. Bolasi qaysi? Boshqacha. Qashqachami? Navozchi, nasib? Yo'q, bo'ladi. O'razlichami? Aha. Qancha suti bor ekan? 4 litr bor ekan. 4 litr suti bor. Nechta qilishdi? 21,5 bermadingiz. Barakasini bersin. 21,5 millionga bunisi berilmagan joyidan. Aka, rahmat. Buni video qildikmi, qilmadikmi? Nima bo'ldi akam tishi? Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Savollar javobsiz, tinchsiz, videoga yaxshimi? Voy, narxini so'radimmi akajon? Ha? So'radimi? Qanday bo'lyapsiz akam? Tinch. Videoga yaxshimi? Nima bugun qimmat? Kim biladi, shuni Bildingizmi, sirasi ko'tarildi. ko'tarilgan. Men tushadi taxmin qiluvdik. Endi pishiqchilik bu yoqqa tushmaydi, xudo xolasa. Ha. Chamiz nima? Ko'tariladimi yana? Ko'tarilamdi o'ylayman. Endi lekin kecha hayitga ancha narx chashuvdi-da, yaxshi bo'ladi. Anavga o'xshagan zo'r-zo'rlari bor, agar obunachilaringiz izlab yurganlar bo'lsa, xonadonlarda boshqada. Bormi uyda? Bor. 15 ta pasiyani bo'ladi bizda. 15 ta pasiyani. Ayting nomini. Bolas navoslar bor. 97lik. 97 ta. 776 776 0506. 0506, ha? 0506. Charchamang. Navoslar bor, ko'rdingizmi? Angusni? Tanniq 100% angus edi. Pulni kelishtiramiz debdilar ekan, 5 ta bor. Charchamang, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, xo'rmanglar. Hammaga yaxshimisiz? Nechinchi tug'ish ekan buni? Ikkinchi. Bolasi nima? Bolasi erkak. Qancha suti bor ekan? 8 ta. Hammaga necha pul qildingiz? 22. Barakasini. Ha, 200 kam 22, ha? Barakasini bersin. 200 kam 22. Barakasini bersin, barakasini bersin. Xo'sh, kimda bor ekan bu yerda? Kimda bor? Nima bo'lyapti ekan akam savdos? Xabaringiz yo'qmi? Nima bo'lyapti? Shuna? Birinchi bo'lgan tug'ishi? Bolasi birinchi. Navvoschi 12 million. Aka necha pul qildingiz? 12. Barakasini bersin. Aka, bo'ldi aka, hozir. Assalomu alaykum. Sizdanmi bu? Yo'q. Aka sizdanmi? Assalomu alaykum. Ozod Norbek qidirasiz YouTube'da. Aka nechinchi tug'ishi bu? Bumi 4mi 5-chi tug'ish? Yo'q, 4-chi yo 5-chi, ha? Nima ekan bolasi? Bolasi o'g'rajincha. Qancha suti bor? 8 litrga suti bor aka. Aha, necha pul qilishdi? Bozor 21 qildi, biz 25 deyapmiz. Ha, 21. 21,5 qildi bozor. Bermadingiz. Bermadik. Ozroq bor ekanda hali orada. Bo'ldi, barakasini bersin. 21,5 qilibdi, bozor berishmabdi. Shu menimcha chamalar 22. Barakasini beraversin, olayotgan odamga ham, sotayotgan odamga ham. Akalar kimdan aka? Assalomu alaykum. Egasi yo'qmi? Xo'sh, bo'ldi. Bolasi Navvosidan yana bitta ikkita ko'rsatamiz aka, lekin shu bilan nariga o'tib ketamiz. Amaki, assalomu alaykum. Bormang. Savollar yaxshimi? Charchamadingizmi? Navvoschamidi bu? Bolasi? Ha. Bolasi Navvoscha. Enasi nima ekan? Nechta tug'ish ekan? 3-chi bolasi. 3-chi. Qancha suti bor? 6-7 bor. 6-7 ta. Nechta qilishda bermadingiz?
Necha pulga bermadingiz? 18 qildi. Barakasini bersin. 18 millionga. Aka necha pul bo'ldi? 15. Nechinchi tug'ish ekan? 6-chi, 7-chi. Yo 6 yo 7. Navoschami? Urg'ochi. Barakasini bersin. Oldingizmi aka? Sotib oldingizmi? Aka nima debdi aka? Narxi nima bo'pti buni? Assalomu alaykum. 1 million 800 ming. Olindimi yo sotilyaptimi? Olindi. 1708 a. Bolasi Navosi. Nechinchi tug'ish ekan? Nechinchi bolasi ekan? Birinchi. Barakasini bersin aka. 17 million 800 ming. Egasi kim aka? Akalar egasi kim aka? Mana akalar emasmi? Egasi kim aka? Egasi. Voy, mana bu otning egasi yo'q. Akalar egasi kim aka? Ana sizga. Narxni ularga xabaringiz yo'qmi aka? Narxini ham eshitmadingizmi? Yo'q, narxi egasi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'lov yaxshimi? Egasi kim aka? Xabaringiz yo'qmi? Bu nima debsiz narxini? 15. Aha, bu erkakmi urg'ochmidi? Erkak, ha? Barakasini bersin. Ana sizlarga toy 15 million. Barakasini bersin. Bu akalar tugatamiz ena bolalardan. Va'da qilingandek kichkina yosh urg'ochlardan ko'rsatamiz. Keyin Navosilarga o'tamiz. Sizga shunday deydi. Hanga 500 o'tdi, 100 o'tdi. Abonaga assalomu alaykum. O'zim. Sog'lov yaxshimi? Assalomu alaykum. Charchamadingiz, nima qildi buni? 67 qiladi. 67, barakasini bersin. 6 million 700 rahmat aka. Kelgan maskarlar? Necha bir bo'lamiz. O'shadami aka, o'tiring. 6 million 700 akalar. Bugun narx qimmatmi? Bozor oshdi yani. Bozor osh kecha yaxshi edi salgina. Nima bersa. Bugun hayitdan keyin sira bilmasam oshdi. Aka nima qilishibdi? Assalomu alaykum. Aka? 9 qilibdimi? Yo'q, uy so'rayapsan 9. 9 million so'rayapman. Ha, bo'ldi. Barakasini bersin. Charchamang. Yaxshi. 9 million. Mana bu ena bolalar boya sotilgan edi. Xo'sh, mana bu ko'proqdan ko'rsatamiz akalar, ko'proqdan. Assalomu alaykum aka, o'rmay. Nech pul qilishni biladi? 6 million 400 dan so'radi buni. 76. Bunisi qatdan 76, ha? Ha, 64 dan bunisini 76 dan, ha? Barakasini bersin, barakasini. Hech qaysi akalar bo'ylari birga yetmaydi. Hali biz o'chalar. Rahmat aka, charchamang. Aka nech pul qilishyapti? Nech pul? Ayting, eshitmadingizmi yo? Aka nech pul qilishdi? Aka 7 million 300 ming so'm so'rayapti. 73. Unisini-chi? Bunisi 7 million so'rayapti. 7 million so'm. Barakasini bersin. Bloger keldimi? 7 million 370 ming. Shunda aka sherdamiz aka. Bosing. Rahmat aka. Faqat like so'rayapti, hali non so'rayapmiz odamlardan. Assalomu alaykum. Egasi kim aka akalar? Endi kelam. Ha. 15 ta bu. 15 ta bu kim aka? Paxtakorli akami? Ha. Endi bir xil vodiylar akalar ham sherdan olib tashlashga bo'ylab qo'yishyapti-da. Olinganmikan deb. Rahmat, charchamanglar. Sizga so'rayapman. Assalomu alaykum. Aka nech pul qildingiz? 7 million 800 ming. 78. Barakasini bersin. 78 barakasini bersin. Urg'ochi 78 ani. Pastrodan ko'rsatamizmi? Mana sizga. Barakasini. Aka nech pul qildi buni? Assalomu alaykum. 16 million. Ikkovi bir joyda, ha? Ikkovi bir joyda 16. Mana sizga. Bo'ylari endi taxminan bir bor. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bu qisirami, qo'shmaganmi hali? Nech pul qilishdi? Aka nech pul qildingiz? Assalomu alaykum. Shuarim. Ikkalasini bir joydami? 23,5. Barakasini bersin. Sizga 23,5. Endi bo'ylari birdan baland. Aka rahmat, charchamang. Akalar olindimi, sotildimi? Assalomu alaykum. Qaysi? Ko'yi. Shu uchalasi. Nech pulga? 21 million 700 ming. 21,7 uchoq bir joyda. Qayerga ketadi xudo xolasa? Zomon shahar. Barakasini bersin. 21 million 300 ming so'm. Rahmat.
Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Aka, necha pul oldingiz? Assalomu alaykum. Sizdanmi? Necha pul oldingiz? Necha pul? 11.3. Barakasini bersin. Oy, amaki-jonlar, assalomu alaykum. Qaysi sotildi, qaysi olindi? Berdi emasmi? Mana ular kimdan ekan, Barak. Assalomu alaykum. Sizdanmi? Yo'q, egasi. Kim biladi egasini? Ey akalar. Charchamang. Xo'sh, davom etamiz biz. Ko'pda bo'ladi. Aka necha pul qilishdi? Assalomu alaykum. Akalar necha pul bo'lyapti? 11 million qilyapti. 11 million. Mana 11 million qilyapti. Barakasini bersin. To'ylar taxminan biri bor. Urg'ochilardan davom etyapmiz akalar. Eslatib o'tamiz, urg'ochilar qatoridamiz. 11 million 700. 11 million 700 ga mana sizlarga yana bitta urg'ochi. Bo'ylari biri 10, biri 15 lar bor taxminan. Kelis minusiga rozi bo'lasizlar. Amaki oldingizmi? Savdosi bo'lyaptimi aka? Mashhurdan men. Yo'q, videoga olmayman o'zlarim. Yo'q, necha pul bo'lgani aytsangiz? 9.5. Barakasini bersin. Urg'och akalar 9.5 ga. Barakasini bersin. Aka nima qilishibdi bozor? Assalomu alaykum. Xo'sh, yaxshimi? 15 million qilaylik. 15 million. Berilmadi. Bu hali tug'magan, adashmasam. Yo'q, buni ajab. Barakasini bersin, barakasini bersin. Mashinada mol o'tib ketdimi? Yo'q aka, bir simen bu yerda, bir simen yoqda. Ertalab uyg'ongancha boramiz aka. Ehtimolmi? Xo'sh, endi mana bilan qaranglar. 1, 2, 3, 4 ta. Assalomu alaykum. Aka necha pul qilishyapti? 13 million 300. 13.3. Barakasini bersin. Tug'magani oldin? Barakasini bersin aka. 13.3. Mana sizga bo'ylar anchagina baland, biri 10 lar, biri 15 atrofi bor. Akam, assalomu alaykum. O'rmi, yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Savollaringiz yaxshimi? Boq, rahmat aka, o'zingiz ham boq tayyor qo'ysiz ular. Xo'p, nima qilamiz? Nima qildi bozor? Narxini ayting. 15.5 dan so'radi. 15.5 dan. Aha, har biriga 15.5 dan. 31. Mana uni 14 million 800 qildi. Bunisini 14.8. Ular tug'magan. Yo'q. Aha, bormi yana uyda? 2 kuraydan o'tgan. 2 kurayda o'tgan. Nechta bor uyda? Uyda yana 3 tasi qoldi. 3 ta bor. Ularga sotamiz, xudo xolasa. Adresni ayting, adres qayerda? Qahramonli akalarning mollari. Hozir nomeringizni aytamiz aka, qiziqqali telefon qilsa gaplashib olasizlar. Mana sizga. Nomer ayting. 99 84 95 55. Asli akajon, men esimda qolmadi. 591li 99. Ha, 99 584 584 95 55. 95 55. Qo'ng'iroq qilasizlar, akalar bo'lsa gaplashaverasizlar. Rahmat. Rahmat aka, charchamang. Aka necha pul qilishdi aka? Assalomu alaykum. 18. Barakasini bersin. 18 million so'm akalar o'shani boqib tayyor turgani. Kichkinalardan ko'rsatamiz o'dik. Biz kattalarga o'tib ketib qolibmiz-ku akalar. Kichkinalarga asta qaytamiz hozir. Aka necha pul qildingiz? Assalomu alaykum. 8 million. 14. Barakasini bersin. 8 millionga 10 million 400 ming. Ama akajon necha pul qilishdi? Assalomu alaykum. 92 qilishdi. 92 qilishdi. Bermadingiz. Barakasini bersin. Bo'ylari bir nari beri bor akalar. Aka rahmat, charchamang. Salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum aka, o'rmanglar. Bittasidanmi? Necha pul qilishdi aka? 11. 11 million. Bermadingiz. Barakasini bersin. Unisini 12. Unisini 10. Xo'p, 11, 12, 10. Shunaqami? Uchalasi ham sizdanmi? Barakasini bersin, barakasini bersin. Xo'p akalar, itlar yaxshi, turta yem yeb turgan g'unajinlar. Aka rahmat, barakasini bersin. Aka necha pul? Assalomu alaykum. Shu bittami sizda? 10 million 100. Barakasini bersin aka. 10 million 100 ming. Aka necha pul so'radi? 10,5 million bunisi. Endi bo'ylarni chama qolasizlar, mana uniki bir bo'lsa, uniki bir 10 lar taxminan bor. Rahmat aka, barakasini bersin. Hovlida kirib chiqadigan mol. Aka nima qilishdi? Assalomu alaykum. Necha pul so'rashyapti? 13 million 8 ga bermayapti. 13.8. Barakasini bersin. 13 million 800. Bo'ylari 1 10 nari bir akalar bor.
Aka nima bo'ldi, ish pul qilishdi? Assalomu alaykum. 8 million 800 ming beryapman. 88 ga. Savdo qilyapman. Ha, berishmi? Siz olurmi? Barakasi bersin. Akam assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. 1 2 3 4 tam akam 5-chi akadan. Yo'q, bu yoqdan. Ha, bo'ldi. Nish pul qilishdan aka 5-chisini, ana. Nechni so'rayapti? 9,5 millionga mana buni so'rayapti. Endi mana bu 4 talasini boshlaymiz akalar. Bir xil. Aka, nima qildi bularni? 3 tani bir joyda 37 million so'm so'rayapti. 37 uchalasi bir joyda. Aha. Buni 8700 so'rab bermadik, hozir bu aka 8,5 berayin deb so'rayapti. Ha, 87 ga berilmagan vaqtida endi 85 ga ham so'rashyapti. Tushunarli. Biliyorsiz-da, bo'ldi, tushunarli. Yem yeb turgan. Mana buni bo'yi 1.10 larni har beri bor ekan, adashmasam. Bularnikining sal pastroq. Bo'ldi, akam barakasini bersin. Bo'myani yetkazib beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa. 13 kami bor. 94lik nomer yoziladi. 12 million so'm so'rayapti. Buni 12,5 so'rayapti. 12,800. Ayting nomer. 94lik 94 94lik 576 576 64 64 55. 55. Aka, charchamang. Zarbdor ho'kiz. Bo'ldi, charchamang aka. Charchamang aka. Ular ham arzonlik. Aka, assalomu alaykum. Bari sizdanmi? Aytvorasiz narxini? 5 bir joyda 40 millionga. Bo'ldi, ana shu akalar video olamiz unda. 40 millionga savdo bo'layotgan bo'lsa. Assalomu alaykum, akalar, xormanglar. Nima bo'lib savdosi? Aka so'rayapsizmi? 39 million deydi. 39 ga chiqdimi? 5 39 ga. Barakasini bersin. Bo'ldi, o'taversan aka. Bo'lma, shekil qo'ylar aka, katta rahmat. Mollarni yaxshilab olib qo'ying. Yo, mayli, akam 39 ni boshladilar-ku. 39 dan oshdi. 40 dan oshsa beramiz. Hayt akam. Xo'p, akalar 39 bo'ldi. Beshalasi bir joyda. Bo'ylar taxminan bular ham shu birlar atrofini arab berib bo'ldi. Qayerda bo'l aka? G'allar oldi akalar. Charchamang, bozorlaring bersin, sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'lasiz. Xo'p, mol ko'p, lekin narx qimmat. Assalomu alaykum aka. Aka, assalomu alaykum. O'rmang, o'sha 3 tamisida turtingiz hammi? Nimani? Mol, uchalasi sizdanmi, turtingiz ham sizdanmi? 5-inchisi ham men. Voy, yashang. Nech pul qilishdi? Bozorda. Nech pul so'rashyapti? Bozor. 7 milliondan so'rayapti. 7 dan qilishdimi? Ha, barakasini bersin. 7 milliondan akalar, o'sha urg'ochilar maydasidan. O'zi faqat ortib kedasan. Aka, nima? Ortib ketish sharti bilan oldi. Nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Endi bo'ladi. Barakasini bersin. Xo'sh, akalar, urg'ochilar tugatamiz. Endi Navvoslar qatoriga o'tdik. Navvoslardan ham mayda-maydalardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Bo'ylar taxminan bir bor bularda ham. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul qilishdi? 9 milliondan qilyapti. Bir joyda standart 27 ga xudo xolasa, shu bir joyda 9 milliondan 27 bo'ladi. Ha, sizlar 30 million debsizlar. 1 million nari biriga bor ekanda. Barakasini bersin akam, barakasini bersin. Aka, nimaga ketdi bular? Assalomu alaykum. Aka, nech pulga ketdi? 23. Ikkalasi 23 ga. Shunda 11,5 dan bo'ladi. Ha, 12 ga 11, 11 ga 11,5 dan hisobini olaverasizlar sizlarga. Navvoslarimiz. Barakasini bersin aka. Aka, qaysi otilibdi? Assalomu alaykum. Shu yerdan? Ko'kda, katta o'zi bozor. Ha. 11 million 100 ming so'm. Qaysi biri bu yerda ko'rinmayapti-ku? Ha. Barakasini beraversin. Aka, navvoslarmidi bular ham? Assalomu alaykum. Nech pul qilishdi? 9,5, 10,5, 9 so'rayapti. 9,5, 10,5, 9 akalar. Endi bo'ylari birdan past bo'ladi. Barakasini beraversin. Akalar, qaysi sotildi, qaysi olindi? Assalomu alaykum. Nech pulga ketdi aka? 200. Qancha? 11 million 300. Barakasini bersin. 11 million 300 ga mana bu akalar sotilganidan. Bo'ylari 1 metr bor, navvoscha. Xo'sh, ana bu otni egasi kelibdi akalar, otni narxini so'rab ketaylik, qani? Otni narxini biz so'raymiz. Ukajon, assalomu alaykum. Charchamaysiz? Egasi kim? Kattaligim bor. Narxi nima bo'lyapti buni? 26 million. Aytilishi. Erkak bu. Oti nima buni? Oqshol. Nima? Oqshol? Aha. Nima chiqibdi? Ko'pkarga chiqibdimi? Yo'q, Endi. Qayerda oti bu?
Yoyilmaniki. Nomeringizni aytasizmi? Qiziqqanlar bo'lsa, ayting. 88 340 2009 340 2009 ga 2009 ga aloqa chiqarasizlar. Rahmat, charchamang. YouTube'da, Instagram yo'q. Savdo qilishyaptim. Ozod Nurbek aka. Assalomu alaykum, akalar xo'rmanglar. Nech pul qilaysiz? 17 million. Barakasini bersin. 17 millionga akalar mana buni savdosi bo'lib turibdi. Aka necha yosh bo'lgan bu? 2 yosh, ha? Barakasini bersin. 2 yosh, 17 millionga realniy savdo bo'lib turibdi. Akalarni ham bezovta qilmaylik, o'zlari bemalol savdo qilishaversin akalar. Narxini chamasini urib berdik biz. Aka, assalomu alaykum. Necha pul so'rashdi? Ikkovi bir joyda 22 million. 22 bermadingiz. Barakasini bersin. Ana sizga buylari birga bormaydi akalar. Aka nima qilishdi buni? Assalomu alaykum. Narxini 10 million qilyaptilar. Tanna 10 million bermadingiz. Barakasini bersin. 10 millionga uni olamiz ham. Berilmaydi. Nima deymiz? Buni ham bir deymizmi akalar chamani? Shu atrofda bor. Xo'sh, mana bu yerda sotilganlari bormi-kan? Assalomu alaykum akalar, kimdan ekan bular? Aka nechta bor? Savdo qilyapsizlarmi? Nima so'rayapsiz aka? Men savdo qilyapman. Mana bu mendan uzoq savdo qilyapti. 13.5 dan. Bir joyda hammasini. Barakasi bersin aka, qayerdansiz? Men G'allaroldan. G'allaroldanmi? Ha, zomindan. Achiror, aytinglar shuni aka. Anasi. Voy, bugun narx-navo qanday? Arzon, qimmat? Voy, mencha faqat kamera kelsa arzon deysiz, qimmat-ku bugun narx aka. Biroz balandroq. Bugun balandligini, aka mana uzi sotarmonsiz. Realniy. Mana 13.5 dan bermayapman men shu 5 dan. 5 tadan vosdan 1 2 3 4 5 ta. Barakasini bersin akam. Rahmat. Anasiga akalar 1 2 3 4 5 ta. 13.5 dan. Voy. Ana sizlarga. Xo'sh, navvoschalardan davom etamiz akalar. Kichkinadan ozroqini kattalarga o'tishni boshlaymiz. Aka kimdan ekan bular? Xabaringiz yo'qmi? Что oldik navbatcha? Qaysini oldingiz? Nech puldan? 13 million 300 dan ishdi. 13 dana barakasimiz. Xayrli akalar. 13 aka mana uni 13 dan bermayaptilar. 13.5 dan. 5 oni bir joyda. Gap yo'q. Lekin mana bu akalar boplabdi savdoni. Savdoni boplashdilar. Akam assalomu alaykum. Nech pul qilishdi? 10.5 bermadingiz. Barakasini bersin. Aka assalomu alaykum. Nech pul qilishdi? 11 dan. 11 dan bermadingiz. Barakasini bersin. 11 dan. Birla bu. Assalomu alaykum aka, xo'rmang. Nech pul qildingiz? 11 ga yo'q debdilarmi? Kichkinasi 11.5. Barakasini bersin akalar. Kichkinasini 11.5 firkanga aka kelib turib, mana kattasini 11 so'rab kelgan. Shunga aka achchig'i chiqibdilar. Endi bozorda akalar hamma ham qissasi ko'targan. Aka qaysi savdosi qilyapti? Assalomu alaykum. Burchakdanmi, divaldanmi? Nech pulga? 13.200 bermayaptilar. Barakasini bersin. 13 million 200 ga mana buni savdosi bo'lib turibdi. Aka nech pul bo'ldi bu? 9 million. 9 million. Barakasini bersin. 9 million. Aka nech pul bo'ldi? 48? 18 ha? Bo'ldi. Barakasini bersin. 18. Aka nech pulga oldingiz? Assalomu alaykum. 10 million. Barakasini bersin. Yana bitta navvoschamiz bo'ylari birla bor 10 millionga. Assalomu alaykum. Sodiga, sog'ligingiz yaxshimi? Narx qanday bugun? Qimmat? Ancha qimmat bugun. Endi ana qo'ylarga o'sha qo'ylarni ham bilamiz, lekin kechsalar arzonroq edi. Bugun Habibdan keyin boramizmi? Akam boradimi? Zakazim borda ketaman-da. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Nech pul bo'ldi? 12.5. Olindi. Barakasini bersin. Narx qanday bugun? Qimmat arzon. Sotgan arzon. Olganga qimmat. Har doimgidek. Barakasini bersin ekan. Ana sizga. Assalomu alaykum. Hormanglar. Ertaga assalomu alaykum so'rajon. Ha? Olganim ola olsa. Olgan. Nima bugun? Bugun xato qildingiz-ku, ha? Qimmatliga keldingiz-ku? Bilindimi?
Sherdagisiz bo'lsa sizlarni olasiz endi hisob kitobini. Qo'y qanday ekan? Sigir. Sigir qimmat sigir aka 20 million. Ha 20 million, 23 million, 22 million yana bo'lalar. Ana ko'rdingizmi videoni angusladi? 5 ta angus bor biroda. Uyda. Kattami? 50 dan. Har biri. Har biri. Videosini ko'ringsiz, qarashni pulini kelishtirib ham beradi. Kilogramga ham, eriga ham yo'raman debdi. Lekin u hali olib boqsiz ham bo'ladi-da. Assalomu alaykum, akalar, hormanglar. Olindimi, sotildimi aka? Olindi nech pulga? 200 ga 16 million. 200 ga 16 million. Barakasini bersin akam. Voy, mana sizga 200 ga 16 million. Bo'ylari shu 110 nari berisi bor akalar. Aka rahmat, charchamang. Bo'ldi, qarochi maydalardan tugatamiz akalar, katta-kattalardan kilogramga bozorda nima bo'layapti o'shani bir ko'ramiz, xudo xolasa. Ama aka nech pul qilishdi? Assalomu alaykum. 25. Barakasini bersin. 25. Bo'ylarini biri 25 samada ishmi mana xudo xolasa. Barakasini bersin. Ana sizga navoz. Assalomu alaykum akagina. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Rahmat. Nima bo'ldi? Olib keldingizmi bugun? Borolmadir? Bugun yo'q. Ha, charchamang, salomat bo'ling. 22 yarim so'rayapsan. Bozor nech qildi aka? Assalomu alaykum. Charchamadingiz? 22 yarim 23 gacha chiqdi. Barakasini bersin. Hali biz o'cha bo'ylari 130 da bor. Yiqilmaysan, ey bola. Yiqilib qolmaysan. Ya, ana mana mashinakdan kattasi keldi. Qaysini savdosi bo'lyapti aka? Nech pulga? Bir joyda. 36,5 million. 36,5 ga bir joyda. Hozir aka. Barakasini bersin. 36,5 millionga bir joyda akalar. 36 million qildi deydi. Endi 37 million bo'lsa sotaman deydi. 36 million 500 ming so'm. Barakasini bersin. Aka assalomu alaykum. Nech qilishdi? 25 dan deyapman, 20 milliondan qilyapti. 20 milliondan. Nima edi buni parodasi? Shvedlar. Ikki Hasan hisoblar bir xil. Barakasini bersin aka. 25 dan iga so'rayapti, 20 milliondan. Bozor qilibdi. Akam bermabdilar. Bo'yini necha aytamiz? Bo'yi shu 1.20 dan nari berib bor akalar, sal past bo'lmasa olasiz, shu ahvol. Barakasini beraversin. Xo'sh, menimcha taroziga bo'lyapti akalar mana bu. U tarafdan taroziga chiqayotganlar bor. Hozir tarozini ko'rsatamiz. Jasur aka, assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimi? Charchamadingizmi? Tinchmisiz? 430 kilo. 430 kilo. Nechta bu? Birinchisimi? Nechta bor aka? Ikkitami? 430 kilo. Bu boshqasi yo'q, Jasur aka hamkimasi bu. Yo'q, uni alaysiz. 460 kilo. O'ylar taxminan 140 bor akalar, 135, 140. Aka nech puldan bo'ldi? 50 million bo'ldi. 50 million ha? Anamga kilogramga bo'lmadimi bo'ldi? Bo'ldi. Rahmat. 430 ga 460 bo'ldi. Oyoqli akalar ikkalasi 50 million. Assalomu alaykum akam. Hormang, yaxshimisiz? Nech pul qilishdi? Nech pul so'rayapsiz? 27. Barakasini bersin. Hali bozor so'rashmayapti kattani 27 million egasini o'zi so'rab turibdi. Bo'yini necha aytamiz? Bo'yini 1.40 akalar. Taxminan nari berisi bor. Orqa tarafdan ham ko'rsataylikmi? Mana orqadan. Akajon assalomu alaykum. Bormang, yaxshimisiz? Nech pul qildi buni? Hali so'ramadi. Nech pul so'rayapsiz o'zingiz? 35. Ja, odam yaxshi emas bunaqa savdo. Bugun lanch. Ham narx sal qimmatlabdi-da. Birinchidan bilindi. Uylar qaranglar akalar, 1.5 1.60 ta chamasi bor, nari berisi. Nech pul bo'lsa beraveramiz ekan? 30 bo'lsa beraman. Nech pul so'rayapsiz o'zingiz? 35. Barakasini bersin akam. 30 million bo'lsa akam chamani urib turibdilar.
Xo'sh, mana yerda savdo bo'lyapti mana. Sanaga bir rozi. Uloq apa bo'ladi. Assalomu alaykum, ish qilishdi aka. Akalar ish qilishdi, assalomu alaykum. 18 million 300 ming so'm. 18 million 300 berilmayapti. Ozroq bor. Sho'x so'ra, ozroq bor. So'msa tushganda pishdi, ozroq bor. Ikki battar bo'lmagan 100 Yashang. Nima bo'ldi? 84 chekkan yo'q. 84. Bo'ldi. Dikladingizmi? Masalan, so'ramaydi odam. Yarimdim. Umuman masalan. 100 ming pul so'rab aytganingizni olmayman deb. Yarim. Voy be, lekin 18 yarim. 100 ming pul so'rabman ha. 18 yarim. O'tcha bo'ylam ekan. Gapir. Hey. Baraka berdi. Hey. Laos qildi. Sindirmaydi. Sindirmayman. Pulakam bu to'pilakka narsa. Tursa o'zga uyga borib o'ylab qo'yaman. Akalar eshitding, 18,5 ga savdosi bo'ldi, egalari rozi emas. O'rtada turgan akam barakadilla, endi bular norozi. Ularga bermaymiz deyishyapti. Barakasini beraversin, lekin odamga ham, sotayotgan odamga ham. Akani ish qilishdi, assalomu alaykum. 56 dan so'raydi taroziga. Taroziga 56 dan, ha? Bo'ldi, taroz. Chiqmadimi taroziga hali? Necha kilo chiqdi? 893 kilo. Barakasini bersin. Joy bezga 893 kilo, 56 dan taroziga akalar. Bo'ylarini ko'ringlar, bo'ylari ham. Ikkalasinimi? Ha, ikkalasini, ha? Endi uni arqo ikki xil bo'lganga qaramabman aka. 56 dan ikkalasini ham bittada. Barakasini bersin. Rahmat aka. Taroziga emasmikan aka? Sotildimi? Necha pulga? 18,5. Barakasini bersin. Hozirgimi? 18,5 ga sotilibdi. Tarozini oching, tarozini. Voy, buni kelishini qarang, buni kelishini qaranglar. Voy. Ana sizga navaz. Aka bu nima paroda? Bu o'zimiznikimi yo rossiyskimi bu? Bilmayman, men bozordan olgan. Qachon oldingiz? Bo'lsa oldim. Bu taroziga chiqmayapti-ku, bu taroziga. Torting sal. Mana. Qo'yvar, arqongizni qo'yvar. 733. Bo'ldi, o'ling. 733 kilo. Yo'q, oldindan chiqaring. Nima qildingiz? Sotdingizmi o'zi buni? Qanchaga ketdi? 57 mingdan. O'sha taroziga 57 dan. Barakasini bersin. Taroziga 57 dan. Mana sizga sal ehtiyot bo'linglar. Xo'sh, 57 dan ketdi. Kattalar kimdan ekan akalar? Assalomu alaykum. Ilyas Sherda. Mana sotdi deydi. Mana buni akalar egasini topolmadik. Amakijon, assalomu alaykum. Sonlajasiz, buni egasini bilmadingizmi? Barakasini bersin. Mana bu yerda bitta sementalni ko'rdikmi adashmasam? Yo'q egalari. Barakasini beraversin akalar, kim oladigan bo'lsa ham, sotadigan bo'lsa ham. Aka, qaysini savdosi bo'lyapti? Assalomu alaykum. Yo'qdami? Yo'qmi, kattanimi? Qaysi birini aka? Ha, akam ushlab turgandimi? Ha, egasini oling. Nech pulga? 57,5 ming. 57,5 mingdan. Barakasini bersin. Mana tarozisiga savdo bo'lyapti 57,5 dan kilogramga. Jizzax Chorva bozorida bugungi narxlar shunaqa holatda akalar. Kam kustaga rozi bo'lasiz, xato va kamchiliklar hammada bor. Voy, mana yana bir tarozi bor ekan. Hozir akam. Unusimidi? Bo'ldi aka, hozir. Necha kilo chiqdi bu? 230 kilo. Ha, hali yo'q ekan akalar, kichkina deb kiyibmiz, katta romida kiyibmiz taroziga. Xo'p, 57,5 dan mana buni savdosi bo'ldi akalar, bu kichkina narsa ekan, mana bunisini savdosi bo'ldi. Voy, biz hozir adashlarni qora degan akam ikkalasi yonma-yon turgan ekan. Barakasini beraversin, olgan odamga ham, sotgan odamga ham.
Nima bo'ldi? Tarozi chiqayotgan bo'ldimi? 58 danmi? 57 dan ko'nmagan akam 58 dan ko'nib turadi taroziga. Barakasini bersin. Shart emas menimcha akalar, ozroqgina vaqt ketib qoladi. Aka nima bo'ldi bular? Qo'chqorlar. Aynan, taroziga qiziqishga qo'yishdi. Qiziqishga? 70 ming tarozi? Navbatda qo'yib qo'yadi. Ana sizga qo'chqorlar tarozida hozir buni ham bir ko'ramiz. kilo, 95. 95 kilo akalar, живой весga. kilo. 98, 99 kilo. Aka nimaga bo'ldi taroziga? Qiziqishganmi? Xo'sh. Xo'sh, bo'yi akalar 58 dan taroziga. Navasimiz. olmuş kilo. 662 kilo, 58 mingdan. Bu var arkadaşı var, koçsun. Buldu. 662 bak vurmadım. Kattasi 99. Barakasini bersin. Akalar tugatamiz bu bozorda. Endi qo'y qo'zilarga o'tamiz xudo xolasa.